garantiya bo'yicha ham qilib beramiz biz. Bu garantiyani hali O'zbekiston bo'yicha hech kim bermaydi. Bo'lsa shunda kommentariyada "Oka, bu holda" deb yozib ketasizlar. Endi primer, bez primer deyshadi, bezni tashkil deyshadi. U narsalar bo'yicha ham xudo xolasa tajribamiz bor. Men buni plyonka maksimal darajada mijoz xohlagandagi sifatli chiqish uchun. Xitoy avtomobillarida eng uchraydigan muammolardan bittasi lak xatlarni yuqib bo'ladi, chizilib ketish tez bo'ladi. Ya'ni rangli poliuretan deysizlarmi, qanaqadir karboniy detallar deydigan bo'lsalar ham qilsa bo'ladi. Ya'ni bu detallar yechilsa garantiyadan chiqadi deyishgan narsani aytishadi. Shu assalomu alaykum, Avtofekt kuzatib boruvchi mijozlarimiz. Bugun Bruni plyonka bo'yicha videomiz bo'ladi. Qisqaroq qilamiz, lekin foydali ma'lumot olasizlar degan umidamiz. Videoni oxirigacha kuzatishni tavsiya beramiz. Sababi qimmat marka haydaydigan bo'lsangiz yoki o'zimizning jam mashinalarni haydasanglar ham ko'p holatlarda hozir Bruni plyonkaga talab juda ham kuchayib ketgan. Birinchi bo'lib ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Bizning ishxonamizda hozir BYD Tang avtomobilimizning to'liq Bruni plyonkasini xizmatiga olib qo'yganmiz. Bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu ozgina oldin Bruni plyonkka bo'lgan edi, DTP bo'lganligi uchun yana qaytadan qilib beryapmiz. Okamizni plyonkani effektini ko'rganliklari uchun. Bo'lmasam, mana shu narsaga ancha xarajat qilyaptilar. Mashinaning turishini qaranglar. Jarayonga to'xtalib o'tamiz. Qisqa ma'lumot beradigan bo'lsak, Bruni plyonkalar o'zi 2-3 turga bo'lib tashishadi. Ya'ni oq mashina, qora mashina degan narsalarni juda ham ko'p eshitgansizlar. O'zi plyonka oq mashina, qora mashinaga emas, top ko'tiga qarab ajratiladi. Ya'ni yumshoq top ko't, qattiq top ko't bo'ladi. Bu mashinamizga ham nisbatan yumshoqroq top ko't ishlatyapmiz. O'zini ikkalovini ham o'ziga yarasha plus minuslari bor. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, figurasi katta bo'lsa ham mashinasiga maksimal darajada hech qatiga stik tushirmasdan qilishga harakat qilyapmiz. Ya'ni detallarni yechib olganmiz. Maksimal darajada Bruni plyonka bor yo'ligi sezilmasligi uchun. Va yana boshqa xizmat turimiz ham bor. Ya'ni qimmat marka bo'ladigan akalarimiz bo'lsa, mashina yechilishini xohlashmasa, unga ham yechim qilib qo'yganmiz. Hosiliga bu yoq tarafga o'tgan paytimizda ko'rsatib o'tamiz. Bruni plyonkamizni qilayotganimiz 192 mikronli poliuretan Bruni plyonka bo'ladi. Qattiq qildirsanglar ham e'tibor berish kerak bo'lgan narsa poliuretan Bruni plyonkadan foydalaninglar. Sababi gibridga nisbatan poliuretanni umri uzoqroq, sizlarga 2 yil, 3 yil xizmat qilib beradi. Vastoleniyani bo'lishi, bilesklari kuchliroq bo'ladi. Mana bu yerda Carbins brendida ko'p chiqadigan bo'lsa, plyonka o'zi 5 ta sloyga bo'linadi. Ya'ni birinchisi o'zini tegidagi zashnisi deydigan bo'lsa, keyingisi kley, keyingisi TPU bo'ladi. Top coat bo'ladi, yana bitta zashitni bo'ladi. Mana asosiy qismi top coatda rol o'ynaydi. Ya'ni nimaga xizmat qiladi? Sizlarga beradigan bleski, gidrofob, o'zini o'zi vastanavleniya qilishlari asosiysi shu top coatga bog'liq bo'ladi. Bu yaxshiroq, qimmatroq brendlarda nima farqi bor deyilgan paytda mana shu top coat qismida katta farq bo'ladi. Yana bitta e'tibor berish kerak bo'lgan jihat, kley sloyda ham qancha qalinroq kley sloy bo'ladigan bo'lsa, deylik, qirilgan, chizilgan narsalarni yopib ketish ehtimoli balandroq bo'ladi. Bu yerda ham e'tibor berayotganingizda detallarni yechib olingan, maksimal darajada ichiga qaltirish uchun xuddi shu jarayondan qilib ketiryapti. Detallarni bu yerga qo'yib olganmiz. Endi bu yoq qismiga o'tamiz sizlar bilan. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsak, bu yoq krilo qismimizda Bruni plyonka bo'lgan, kapotda bo'lmagan, rangida ham ajralish bor. Kapotini Bruni plyonka qilamiz. Haliga aytayotgan okalarimiz uchun kompyuterda kesiladigan plotter apparatda kesib qilib beriladi. Bu narsaga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bagaj qismini qilamiz. U kadrlarni ham qo'yib ketamiz, ya'ni qanaqa qilinishlarni. Ya'ni Bruni plyonka detal bo'yicha kesib olingan. Okamiz yozuvlar yechilishini xohlamadilar. Shuning uchun mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, build your dreams degan narsa hammasi ajratib chiqilgan. Mana bu yerga kusoklarni qo'yib qo'ygan edim. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana kichkina qilib kesib olingan, shu narsa ajratib olingan. Bagaj razmeri. Mana yaqinroqdan olib kelib ko'rsangiz, bagaj razmeri shunda qirqilingan. Bu yoq qismlari qayiltirilishi ham hisobga olingan. Shu narsa bo'yicha mana shu qismiga yopishtirib beriladi. Shu holatda, ya'ni mashinaning hech qaysi detallari yechilmaydi, yozuvlar yechilmaydi, zavod bo'lishini xohlaydigan bo'lsanglar. Bu narsani polni kuzovga ham qilib bera olamiz, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ya'ni kompyuter bo'yicha lekalar kesiladi, o'sha bo'yicha qilib tashlanadi. Hech qati yechilmasligini xohlasanglar. Deylik, sababi qimmat markalar bo'ladigan bo'lsa yoki ba'zi bir avtosalonlarda nima muammoga uchraniladi? Bruni plyonka qilish jarayonida agar
detalli yechilsa garantiyadan chiqadi deyishgan narsani aytishadi. Shu holatda mana shu xizmat turini biz sizlarga tavsiya qila olamiz. Undan tashqari Carbins brendida boshqa narsalarimiz ham bor. Rangli poliuretan deysizlarmi, qanaqadir karboniy detallar deydigan bo'lsalar qilsa bo'ladi. Ya'ni bu narsa faqat karbon elementi bo'yicha emas, umumiy holatda qilsa bo'ladi. Endi sizlarga qisqacha ishlash jarayonlarini tanishtirib o'taman. Ishlashda nimalar ishlatamiz? Ya'ni o'zini shpatellari bo'ladi. Bu narsa ham qiziq, sababi plyonkani qattiqroq yo eskiroq shpatella ishlatib qo'yiladigan bo'lsa, chuqurroq qilib qo'yilinsa, vassanak bo'lmay qoladi. Ba'zi bir ustoq ukalarimizda shu muammo bo'ladi. O'ziga yarasha piskalarimizni, markerlar bizani eng katta ish qurollarimizdan zajigalkamiz. Bu narsa bruni plyonka bo'lgan paytda maksimal darajada sezilmasligini ta'minlab beradi. Mana bu yerda ham e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana chastimizda bruni plyonka bo'lmagan, krilolarimiz bruni plyonka bo'lgan. Rangida ham, bleskida ham ajralish sezsanglar bo'ladi. Ya'ni ko'p qanchadir vaqtdan keyin bilsanglar, Xitoy avtomobillarida eng uchraydigan muammolardan bittasi lak xatlarni yuqib bo'ladi, chizilib ketish tez bo'ladi. Ya'ni yumshoq lak sepilganligi uchun. Oldin deyli okalar Malibu haydab yurgan bo'lsanglar yoki Gentra haydab yurgan bo'lsanglar ham laki qattiqroq. Sababi polirovka jarayonida bu narsani biz juda ham sezamiz. Bunga ishlash jarayonimizda qaranglar, o'ziga yarasha 3 xil rastvordan foydalanamiz. Mamimizda eng kerakli narsalardan hisoblanadi. Bu oddiy spirt yoki shampuli narsa emas. Mana sezayotgan bo'lsanglar, bu gel hisoblanadi. Mana shunaqa leykali bo'yicha qilish jarayonida kadr qo'yib ketamiz, qanaqa yopishtirilishini. Oldin birinchi bo'lib turib gel yopishtirib olinadi, gel sep chiqiladi, plyonkaga ham gel qilib turib qo'yiladi. Ya'ni agar spirtda ishlansa, kley o'ynab qolishi mumkin, tez qotib qolishini hisobiga. Bu holatda mana shu leykali bo'yicha churib olinadi, oxirida chetlarini qaytarib chiqiladi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. O'zimizning shampun bo'ladi, rastvor. Undan tashqari bu yerda mana spirtli suvdan foydalanamiz va boshqacha o'zini yana bitta ximiya bor. O'sha bo'yicha ishlatib qilinadi bu narsa. Ya'ni bruni plyonka maksimal darajada mijoz xohlagandagi sifatli chiqish uchun. Bruni plyonka ishlash jarayonimizga to'xtaladigan bo'lsak, Moskvada oldingi, ya'ni 2023-yil dekabrda borganmiz. Moskvada ishlanish texnologiya bo'yicha ham tajribamiz bor. Ya'ni shu narsaga $5000 ga yaqin pul sarflangan 3 kishi borib kelganmiz, shu narsani o'rganganmiz. O'zimizda yo'nalish, Moskvada yo'nalish, undan tashqari primer, bez primer deyshadi, bezni tashkil deyshadi. U narsalar bo'yicha ham xudo xolasa tajribamiz bor. Bemalol unaqa yechimlar bo'yicha ham qilib bera olamiz. Buni ham xudo xolasa etap-etap qilingan. Hozir kapot, bamfer, farasini qilamiz. Bu yoq chastlarimiz bo'lgan edi. O'sha orqa bamfer bilan bagajlar qolgan. Bamfer qismimizda bo'lgan aytgancha, hozir shunga ma'lumot berib o'tib ketaylik. Bugun bitirganmiz. Bruni plyonkasi уже bitgan. Bilesizki, o'zingizlar baho berasizlar, qirralariga e'tibor berishingiz mumkin. Mana bu detallarni yechib olganmiz, maksimal darajada bruni plyonka ichiga qaltirganmiz. Bu yoq yon tarafdan olinadigan bo'lsa ham bruni plyonka bor yo'ligi sezilmay turadi. Oramizda mashinani yaxshi ko'radiganlar bormi? Agar bulardan o'tadigani bo'lsa, shunda kommentariyada "Oka, bu holda" deb yozib ketasizlar. Endi sizlarga bagaj qismidagi narsani ko'rsatib o'taman. Anunda bitta mijozimizni bagajlarni ochib ko'rsatgan paytimda, "Ya aka" dedilar, keldilar, "Mana bagajimni ko'ring" dedilar. Qaranglar, mashinaga e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu yerda bir 500 tacha mashinani oyog'iga qo'yadigan qog'ozni qo'yib qo'yibdilar. Mana bu sochuv Dry Monsterdan 3 tami taxlaganlar. Mana bu sochuvni qaranglar. Mana bu sochuvlarni qaranglar. Bular holva. Agar sizlar mashinalarda shunaqa narsa bo'lsa, plyusni qoldiringlar, kommentariyada o'zingiz bila olamiz. Mana nima deyapti? Avtoximiya do'kon bo'lib ketgani. Menimcha mo'ykachilarni o'zida ham muncha ximiya bo'lmaydi. To'g'ri, balon qoraytirgan nimadirlar bo'lishi mumkin. Mana bu sochuvlar qaranglar, bir 6 tami 7 ta taxlaganlar. Mana bu balon qoraytiradiganlar, perchatkalar, penalar, Carprodan cho'tkalar. Mana bunga nima deysizlar? Mashina ham o'rtacha $80-100 ga olganlar deb bor-ku, korobkalari. Ham ximiyalarni qaranglar. Leratonni. Mana bularni qaranglar. Carprolardan. Voy, shel ekan bor-ku. Mana bu metal polish. Даже matni kuzovdagi xrom detallarni polirovkasigacha olgan ekanlar. To'g'risini aytaman, menda ham yo'q shu ximiya. Agar bundan ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'zingizlarning fikringizni kommentariyga yozib qo'yinglar. Mashinani yaxshi ko'radigan odamlar mana shunaqa bo'lishi kerak ekanda. Hozir biz bruni plyonka jarayonini davom ettiramiz. Xudo xolasa, bu yoqdagi oxirgi detalimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Mana bunda ham bruni plyonkamiz bitgandan keyin detalli kesilinadi. Mana bu qirra uji ichkarida turadi, sezilmaydigan holatda turadi.
Bruni plyonkamizni hamma mikrolarimiz bor. Deyli 190, 210, 230, 300 mikrongacha ham Bruni plyonkalarimiz bor. 300 mikronga zakazga ham olib kelib berib qilishimiz mumkin. Bu brenddan ham foydalanamiz. Agar sizlarga ham Bruni plyonka xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, kelsanglar ham biz o'zimiz tavsiya berishimiz mumkin. Ya'ni sizlarning budjetingizdan yoki nima xohlayotganingizdan kelib chiqib turib, mashinalardan kelib chiqib turib, hamma variantimiz bor. Budjetlikdan tortib Miroy brendgacha ish sifatiga ham kafolat beramiz. 1 yil garantiya bo'yicha ham qilib beramiz biz. Bu garantiyani hali O'zbekiston bo'yicha hech kim bermaydi. Ya'ni sizlarning aybinglar bilan Bruni plyonkasiga zarar yetib qolsa ham biz bepulga alishtirib beramiz. Bu uje sertifikat bilan, ya'ni sizlarga qog'oz to'g'ri hisob asosida qilib beramiz. Agar sizlarga ham Bruni plyonkasi xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa ishinglarni sifatli qilib beramiz. 2021-yildan beri Bruni plyonka bilan shug'ullanamiz. 22-yildan desak ham to'g'riroq bo'ladi. Bundan tashqari tonirovka, sonzashniy xizmatlarimiz ham bor. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Undan keyingi videolarda ham nima videolar qilishimiz haqida yozib qoldirsanglar, bizga qiziqroq ma'lumot bo'lsa, to'liqroq, foydaliroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Like bosmagan bo'lsanglar, bitta like bosib qo'yasizlar.